Assalomu alaykum, Parvoz akalar, YouTube tomoshabinlari, Qashqar Uz kanalining ashaddiy muxlislari, mana yana bitta Parvoz akani xonadonlariga keldik. Kech bo'lsa ham sizlar uchun syomka qilaylik deb. Chiroyli syomka qilib beramiz. Besh kilo fevral cho'jasi. Fevral cho'jasi ekan 5 kilo ekan. Mana shu jo'jani ko'rib olinadi. Ko'rib olinadi. Puli kelishilsa sotiladi mana shu jo'ja. Ko'rib olinadi. Fevral jo'jasi. Mana shular. Mana Makkadek baho bor ekan. Qiziqishda o ko'kni ham sotib o'ramaylikmi? Ishqibozi bo'lsa. Hozir ko'rsatamiz. Kultoy. Ko'k emas, adashdim, kultoy. Mayski jo'ja. Mana mayski jo'ja. Paxotkalar chiroyli ekan. Menga yoqdi. 3 kilo 900. 3 kilo 900 mayski jo'ja. 4 kilo 300, 4 kilo 400 urishadi xudo xolasa. 1 kilo. Baxa mana. Qanchasi bor? Juvardan kattaroq baho bor ekan. Mana tarozimiz ham bor. Kun tortamiz. Hozir tortdik. Puliga kelsa sotilaveradi. Puliga kelsa sotilaveradi. Telefon nomerlaringizni qo'yib ketamiz. Necha? 91lik 326 1384. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kelib ko'rib, mosiga solib ko'rib, kaltaylarni ko'rib, 5 kilolikni mosida o'ynaymiz, xudo xolasa. bitta bola jo'ja ham bor ekan, bola jo'jani ham bir spichkani yoqaylik. Mana bola jo'ja ekan bu. Bu qaysi oy bu? Mayda oxiri. Mayda oxiri ekan. Iyul ekanda. Aylamadim. Bitta jo'jachalar bor ekan. Kelajak. Mayda oxirida cho'jasi. Mayda oxirida jo'ja. Kilo 800 hozir bor. Baxa yo'q ekan. To'g'ri, bitta o'yinchi. Barsani,